Xullas bolalar, men o'qishimga kvartira uzoqlik qilyapti. Men ertalab o'qishimga yetib boraman deganimcha 2 marta uxlab, 3 marta turyapman-da. Uzoqlik qilyapti. Da, men ham 6 da turib, soat 9 ga yetib boryapman. O'zi soat dars 8:30 da. Men ham bir ikkita kvartira topdim, maklersiz. U ham bittasi qizlarga dedi, bittasi oilaga beramiz deyishdi. Menda ham shu muammo. Darsga har doim kechikib boraman. Taksi qimmat. Uning ustiga avtobus sekin yuradi. O'qishim yonidan bitta ikkita kvartira surishtirib ko'rdim. Makleri bilan gaplashsam, naq 50% ish haqi so'rayapti o'ziga. Maklerlarda ham umuman insof qolmabdi. Da, to'g'ri. Da, to'g'ri, hammamiz turamiz. Masalan, ishoninglar, budilnikdan erta turamiz-da. Budilnikni o'zimiz uyg'otyapmiz. Oxiri bor. Shunga endi bitta yechim topdim, boya telefonda No Makler degan ilova chiqdi, yangi ilova. Qanaqa ilova? Xullas, o'qishdan qayt etganda bitta o'qishimiz yonida, uncha uzoq bo'lmagan joydan bitta kvartira topdim. Yaxshi. Hamma sharoiti bor. O'qishdan chiqib, ertaga o'qishdan chiqib, o'sha kvartiraning egasi bilan gaplashamiz. Ertaga ham. Eng qizig'i, hech qanaqa makler aralashmaydi. Mana shu tomoni zo'r. Yaxshi bo'pti. Mana yengillik. Lekin bitta notomoni bor-da. Qanaqaga? Yo, shu Bristol mashhur o'tsa bo'ldi-da. Talabalik oltin davr, lekin o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. No Makler platformasi orqali hech qanday maklerlarsiz va ortiqcha to'lovlarsiz ijaraga xonadon oling. Maklerga emas, bilimingizga sarmoya kiriting.